بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Mana bu oyat bizlarga bir islom ummati g'ofil bo'lib umumiy haqiqiy islomiy dunyoqarashga ega bo'lmay turgan ummatga nihoyatda bir ogohlantirishlikdir va o'zining ashaddiy dushmanini tanishlikka bo'lgan. Qur'oni Karim odamlarning iymon keltirgan kishilarga eng qattiq adovat qilgan toifa yahudiy bo'lgan toifalarni topasiz va mushriklarni topasiz. Yahud va mushriklar iymon keltirgan kishilarga eng qattiq adovatli kishilardir. Yahudlar Allohni inkor qilmasdi. Yahudlar Tavrotga amal qilyapmiz deyishardi. Lekin bu islomga bo'lgan adovati islom haq quvvati bilan olamga ko'ringan kundan tortib islomga eng qattiq bir adovat qilib kelgan toifa mana shu yahudlar toifasidir. Bular o'zining har qanday imkoniyatini hammasini islomning zarariga qaratgandir. Birinchi Madina Munavvarada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hijrat qilib kelganlarida Madinada islomning shavkati, quvvati ko'ringan kundan tortib bu Banu Qurayza va Banu Qaynuqo va Banu Nazir ismli 3 ta yahudlar qabilasi adovatni boshlashdi. Birinchi shu Banu Qurayza va boshqalarni Quraysh, Makkadagi Qurayshlarni, mushriklarni, hamma boshqa qabilalarni islomning zarariga turgizgan ham shu yahudlar edi. Butun ahzoblar hammasi jamlandiki, islomning ildizi bilan yo'qotib tashlamasak bu bo'lmas ekan deb jamlagan ham yahudlar edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining rasuliga bir haybat berdiki, shamol bilan butun jamlangan ahzob hammasi vayron bo'lib chekinib yo'qib ketdi. Biror marta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jang qilishlikka hojati qolmadi. Alloh o'zining Qur'onida minnat qilib bu ne'matini zikr qildi. Ikkinchi xalifa, uchinchi xalifa Osmon roziyallohu anhu ning qatl qilinishlik fitnasida ham bu fitnaning orqasida yahudlar turgan edi. Abdulloh ibn Saba ismli yahud butun shu musulmonlarning o'rtasida fitnani paydo qilib, oxiri bu fitna xalifa-i Roshid Osmon roziyallohu anhu ning Qur'oni Karimni o'qib turgan vaqtlarda u kishining so'yilishligiga sabab bo'ldi. Osmon roziyallohu anhu aytdilarki, agar sizlar o'zingizlarni xalifalarga shunday tajovuz qilsanglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarning tepanglardan xorligini ko'tarmay qo'yadi dedilar. Mana bu narsa ham yahud fitnasi orqali bo'lgan edi. Bu fitna tamomiy hamma tarafdan islomga qaratildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini ichiga butun yolg'onlarni kirgizishlikka harakat qilgan ham yahudlardir. Islomdagi mavzu hadislarning hammasini butun islom olamining hamma kitoblariga kirgizishlikka harakat qilib, o'zlarining shu harakatlarida ko'p hadislarni olib kirgan, hadis ismi bilan mavzu bo'lgan hadislarni olib kirgan ham yahudlardir. Islom olami o'zining butun hamma manbalariki
Qur'oni Karimdan boshqa manbasi Qur'oni Karimni Alloh subhanahu va taologa ming hamdlar bo'lsinki, biror bir kalimasiga, biror bir harfiga hech kim bir o'zgartirish kira olmaydigan bo'lib qolishiga Alloh o'zi kafil bo'ldi. Qiyomatgacha shunday bo'lib qoladi. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz Qur'onni o'zimiz tushirdik va Qur'onni o'zimiz saqlaymiz dedi Alloh taolo. Mavzu hadislarning hozirgi vaqtda ham turkiy kitoblarda, ko'p boshqa tildagi kitoblarda ko'p ko'rilayotgan, ko'p chala ilmga ega bo'lgan kishilar mana bu hadis ekan u deb har bir narsani olib kelayotgan kishilarning agar bir munaqqid bir yaxshi olimlar bilan tekshirib olinmasa, mavzu hadislarni hammasi paydo bo'lib ketgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarini himoya qiluvchi Alloh subhanahu va taolo o'zining muhaddis ulamolarini chiqardi. Mana bu kishilardan eng peshvolardan bittasi Imom Buxoriy, Imom Muslim, mana bu Sihhosning mualliflari mana bunday yahudlarning makrlarini hammasini fosh qilishlikka Allohning madadi bilan muvaffaq bo'lishdilar. Shuning uchun ba'zi bir kishilar, ba'zi bir turkiy kitoblarda, o'zbekcha kitoblariki bular hech qanday tekshiruv asosida bo'lmay qolgan manbalarda ba'zi narsalarni olib kelishadilarki, mana bu yerda bu narsa bor ekan-u, bu narsaga bunday ekan-u deydi. U narsaning hadisni mavzumi, mavzu emasligini bilishmaydilar. Mavzu hadislarni alhamdulillah haqiqiy ulamolarni paydo qildi Alloh taolo. Imom Ali al-Qoriyni Mavzuat Alil qoriylari borki, bunda mavzu bo'lgan yahudlar tarafidan kirgizilingan hamma hadislarni surib tashlangan. Imom Suyutining mavzuatlari, Ibn Taymiyaning mavzuatlari bular hammasida qaysi hadislar sahih, qaysi hadislar yolg'onligini hamma muhaddis ulamolarning hadislarini keltirib, hozirda ham shunday ulamolarni Alloh subhanahu va taolo yer kurrasida hadislarni himoya qilib ogohlantirib turadigan kishilarni Alloh taolo yaratdi. Bular birinchi yana shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, tarixga bir nazar tashlasak, Sulton Abdul Hamid davrida shariat hukmi bilan hayot davom etayotgan vaqtda ular buning dasturga almashtirishlikni fitnasini ham orqasida yahudlar bor edi. Keyinchalik Sulton Abdul Hamidning davridan keyin bunday fitnalarni uyushtirilgandan keyin o'zini batal deb, qahramon deb tarqatgan boshqa bir viloyatlarda islomiy xilofat olamga hukm surib turgan vaqtda xilofati islomiyani yo'qotilishlikka ham sabab bo'lgan yahudlar edi. Hozirda ham har bir musulmonlarning o'rtasiga fitnalarni tarqatayotgan, fitnalarning orqasida agar masalan inson qasam ichib aytsa ham xato qilgan bo'lmaydiki, bu fitnalarning orqasida yahudlar bekinib turadi. Lekin ular o'zlarining makrlarini qanday uyushtirishligini yaxshi bilishadilar. Uning aytib o'tganimizdek, ular nihoyatda ehtiyotkorlik bilan musulmonlarning o'zidan sopini chiqarib turgan holatda boshqarishadilar. Ular musulmonlar o'rtasida haqiqiy bir ongning paydo bo'lishligidan ehtiyot bo'lishadilar. Mana bu narsani biz yaxshi anglashimiz kerakki, modomiki musulmonlar o'rtasida haqiqiy ong paydo bo'lmas ekan, u islom millati hech qachon o'zining muqaddas islomini bilmasdan o'tib ketadi. Har xil tagi puch bo'lgan gaplarga ishonib o'tib ketadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam birinchi bu dunyodagi hamma makrlarning oldiga bir poydevor, bir qo'rg'on qurib ketdilarki, bu qo'rg'onni hech kim buza olmaydigan edi. Lekin ular bu qo'rg'onni ichida yashashlikni, bu qo'rg'onni musulmon millati bilmagandan keyin u makrlar hammasi ularga ichiga, qo'rg'onni ichida bu qo'rg'onlarini tanimagandan keyin makrga aldanib yashayapti musulmonlar. Bu qo'rg'on Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu hadislarda mujassamlashganki, taraktu fikum amrayn, ikki narsani qo'yib ketyapman sizlarga. Lan tadillu ma tamassaktum bihima.
Agar sizlar mahkam ushlasanglar, mutlaqo qiyomatgacha adashmaysizlar dedilar. Kitobullohi va sunnatu nabiyyi. Allohning kitobi va payg'ambarining sunnati dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadislarini ilmga ega bo'lgan kishi qaysinisi sahih, qaysinisi mutawatir, qaysinisi hasan, qaysinisi mavzu, bularni hammasini biladi. Mavzu hadislar amalda yo'qdir. Bular to'qima gaplardir bular. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytmagan so'zlardir. Shuning uchun musulmon birodarlar, bu bir bunchalik makr ustida yurayotgan musulmon millati buncha g'ofil bo'lib yashamasligi kerak edi. Shuning uchun har bir narsani ko'rishlikda shu hadis hech bo'lmasa Imom Buxoriyda bormi? Imom Muslimda bormi shu hadis hech bo'lmasa? Bir shuni tekshirib menga ayting. Shu narsa sihohista 6 ta sahih hadislarning jumlasidanmi yoki boshqadanmi? Bo'lmasa men bu narsaga tekshiraylik, bu hadisni diyollaydigan darajada bir ong qolishligi kerak. Agar shu ong qolmasa ham musulmon millati har kuni makrning bu qurboni bo'lib yashayveradi. Alloh subhanahu va taolo ogohlantiryaptiki, iymon keltirgan kishilarga eng qattiq adovatli kishilar yahudlarni topasiz va mushriklarni topasiz. Mushriklar bilan yahudlar o'zaro jang qilaveradi, birodarlar. Mushriklar kimlar? Mushriklar Allohni yo'q degan kishilar emas, Allohni bor deydi. Mushriklar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ham bor deydi, u kishini barhaq deydi. Lekin mushrik bo'lishlikda, Allohga ibodat qilishlikda har xil narsalarni vosita qilsa mushrik bo'ladi, birodarlar. Islomning haqiqatini ko'rib turibmizki, hozirda ham bayon qilinadigan bo'lsa, eng qattiq dushmanlik qilayotgan kishilar mana shu oshkora mushriklar bo'lganligini ko'rib turilibdi, birodarlar. Nima uchun? Qur'oni Karim mana bizga bayon qildi va ma yu'minu aksaruhum billahi illa va hum mushrikun. Allohga odamlarning ko'pi mushrik bo'lgan holatda iymon keltiradi. Iymon keltiradi, lekin mushrik bo'lib iymon keltiradi. Alloh subhanahu va taolo shirkni hech qachon kechirmaydi. Innalloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Alloh o'ziga sharik qilinishligini mutlaqo kechirmaydi. Uni bu yoqdagi gunohlarni xohlagan bandasinikini kechiradi. Agar bir kishi har qancha pokiza hayotda yashayapman deb da'vo qilsa-yu, shirk najasi bilan bulg'algan bo'lsa, u odamning gunohi kechirilmaydi. Hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Alloh taolo la in ashrakta la yahbatanna amaluk. Agar shirk keltiradigan bo'lsangiz, amalingiz habata bo'ladi. Bunda shak shubha yo'q dedi. Arab tilini bilgan kishilar yaxshi anglashadilar. Bu oyatda la tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda wal-ladina ashraku. Vav bilan keltirilyapti. Vav otifasi bilan keltirilgan jumla ikkovidagi jamiyatni bildiradi. Ya'ni yahud va mushriklar birga islomga dushman ekanligini bayon qilyapti. Yahud bilan mushriklar o'zaro jang qilishligi mumkin. Lekin islomiy haqiqiy islomga qarshi bo'lishlikda birlashaveradi. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Madinadagi yahudlar Makkadagi mushriklarni hammasini birgalashib jang qilib, tarixda mana bu isbot bo'ldi, birodarlar.